Shoshmat aka, ana bu yotoqxonadagi Semiz xolani kravati bor-ku. O'sha yoqqa bormaymizmi? Eshitishimcha bugun u yerda vechirinka bo'layotgan ekan. Shoshma jiyan. Qanaqa vechirinka? Yana o'sha sassiq paypoqlar hidimi? Meni appetitimni buzma. Ko'rmayapsanmi, ujun qilyapman. Yo'q aka, unaqa emas. U yerga qo'shni podyezddan yangi qizlar ko'chib o'tibdi. Malla sochli, oyoqlari ham uzun-uzun. Tasavvur qiling. Bittasi menga mo'ylovini silkitib ham qo'ydi. Bugun borib konkret nasl qoldirmasam bo'lmaydi. Ichim yonib ketyapti. Seni kallangda faqat shu. O'zi kecha 500 ta bolang tug'ildi-ku, yetmaydimi? Aliment to'lab charchamadingmi? Aka, bu tabiat qonunida endi nima deysiz? Nima endi uy egasi Tursunxonga o'xshab bitta xotinga qarab o'tiraymi? Kechasi xotini boshim og'riyapti deb ko'nmaydi, biznikilar esa kel, jonim, hozir ko'payamiz deydi. Bizda muammo yo'q, demokratiya. Tursunxonni g'iybat qilma jiyan. O'sha iflosni sharofati bilan mazza qilib yashayapmiz. Kecha unitazni yuvmabdi, banket qildik. Bo'ldi aka, men ketdim. Haligi malla qiz kutyapti. Ertalab qaytmasam bilingki meni tapchika bilan bosib qo'yishgan. Lekin kayfda o'lgan bo'laman. Bor, lekin ehtiyot bo'l. Kecha u yerda Tursunxon xotini bilan urushgan. Karavat sinib ketishi mumkin. Ezilib qolma, Rameo.